Assalomu alaykum. Bugungi mavzuyimiz nutqning to'liq rivojlanmaganligining darajalari va ularning namoyon bo'lishi haqida bo'ladi. Mavzuyimizning rejalari: birinchisi, nutqning to'liq rivojlanmaganligi haqida tushuncha; ikkinchisi, nutqning to'liq rivojlanmaganligining xususiyatlari va uchinchi rejamiz nutqning to'liq rivojlanmaganligining darajalari haqida bo'ladi. O'zi nutqning to'liq rivojlanmaganligi bu nima degan savol tug'iladi. Bu bolaning yoshiga mos bo'lgan to'liq og'zaki nutqni o'zlashtira olmasligi bilan tavsiflanadigan nutq buzilishidir. Bu buzilish fonetik, fonematik, leksik, grammatik, semantik va kommunikativ tomonlarning yetarli darajada rivojlanmaganligini o'z ichiga oladi. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning asosiy nutqiy muammolari nimalardan iborat? Bunda tovushlarni talaffuz qilishdagi xatolar, masalan, r ning o'rniga l yoki r tovushining butunlay yo'qligi, so'z boyligining kamligi, yangi so'zni eslab qolish va ishlatish qiyin bo'lishi, gap tuzishda qiyinchiliklar yuzaga keladi. Bunda gaplar qisqa, noto'g'ri tuzilgan bo'ladi. Grammatik xatolar: bunda ot va fe'llarni o'rinli ishlatmaslik kabilar asosiy NTR bolalarning xususiyatlariga kiradi, ya'ni muammolariga kiradi. Nutqni to'liq rivojlanmaganligiga olib keluvchi sabablarga nimalar kiradi? Bunga tashqi, ya'ni biologik sabablar, bunga perinatal asab tizimi zararlanishi, ya'ni homiladorlik yoki tug'ruq vaqtidagi zararlar, nevrologik kasalliklar, bosh miyaning shikastlanishi, eshitish buzilishlarini, genetik kasalliklarni misol qilib keltirishimiz mumkin. Ichki psixologik va ijtimoiy sabablarga esa e'tibor va muloqotning yetishmovchiligi, ota-onalarning noto'g'ri tarbiyasi, maktabgacha muassasadagi noto'g'ri tarbiya muhiti yoki stressli muhitda ulg'ayish kabilarni kiritishimiz mumkin. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning xatti-harakat xususiyatlari: diqqatning tez chalg'ishi, eshitib tushunishning sekinligi, tez-tez jizzaki yoki tortinchoq bo'lib qolish, o'yin faoliyatida kam faollik, ko'rsatmalarni tushunmaslik yoki sekin bajarish kabilar nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning xatti-harakat xususiyatlariga kiradi. Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalarning asosiy nutqiy muammolari yuqorida ham aytib o'tganimizdek, tovushlarni talaffuz qilishdagi xatolar, gap tuzishdagi qiyinchiliklar, hikoya qilishda uzviylikning yetishmasligi, ya'ni voqealar ketma-ketligining buzilishi, so'z boyligining kamligi, grammatik xatolar va nutq tezligi va ravonligining pastligi, ko'plab to'xtalishlar, ikkilanib gapirishlarni kiritishimiz mumkin. Nutqi to'liq rivojlanmaganlikning darajalari: bunda 3 ta daraja farqlanadi. Bular: birinchi daraja, so'zlar yo'q yoki juda oz, imo-ishoralar bilan muloqot qiladi, gap tuza olmaydi. Ikkinchi darajadagi nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar: bunda so'zlar mavjud, lekin noto'g'ri, gaplar qisqa va grammatik jihatdan zaif bo'ladi. Uchinchi darajadagi NTR bolalarda gapira oladi, lekin grammatik va fonetik xatolar mavjud, leksik boylik past bo'ladi. Birinchi darajali NTR, ya'ni og'ir shaklida namoyon bo'lish shakli qanday? Bola nutqiy faollikka ega emas yoki nutq juda cheklangan bo'ladi. Gap tuza olmaydi yoki faqat ikki bo'g'inli sodda gaplardan iborat bo'ladi. So'z boyligi juda kam, so'zlar o'rniga tovushlarni yoki oddiy takrorlovchi bo'g'inlarni, masalan, baba, dadani ishlatadi. Nutq atrofdagilarga tushunarsiz bo'lishi mumkin. So'zlovchi bola ko'pincha imo-ishoralar orqali fikrini ifodalaydi. Ikkinchi darajali NTR bolalar o'rta og'irlikdagi shakl hisoblanadi. Bunda namoyon bo'lish shakllari qanday bo'ladi? Bola oddiy so'zlarni ishlata oladi, lekin ular grammatik jihatdan noto'g'ri bo'ladi. Gaplar qisqa va grammatik jihatdan noto'liq bo'ladi. So'zlar orasidagi aloqa zaif, bog'lovchi so'zlar yetishmaydi. Tovushlarni talaffuz qilishda xatoliklar kuzatiladi. So'z birikmasi va gaplarda morfologik xatoliklar, masalan, son, egalik qo'shimchalarini noto'g'ri qo'llash holatlari kuzatiladi. Uchinchi darajali nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar: bular yengil shakl hisoblanadi va uning namoyon bo'lishi qanday bo'ladi? Bola erkin gapira oladi, ammo grammatik xatolari ko'p bo'ladi. Leksik zaxira yetarli emas, sinonim va antonimlardan foydalanish cheklangan. Gaplar sintaktik jihatdan oddiy bo'lib, murakkab gaplardan foydalanmaydi.
hikoya qilishda ketma-ketlik va mantiqiylik bog'liqlik buziladi, ba'zi tovushlarning noto'g'ri talaffuz qilinish holatlari uchraydi. Korreksion ishlar bosqichlari nimalardan iborat? Nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar bilan korreksion ishlar bosqichlari: birinchisi diagnostika bosqichi bo'lib, bolaning nutq holati, psixik rivojlanishi, eshitish qobiliyati, tafakkuri va diqqat darajasi aniqlanadi. Maxsus logopedik testlar, suhbatlar, kuzatuvlar orqali tahlil qilinadi. NTR darajalari aniqlanadi, ya'ni birinchi yoki ikkinchi, uchinchi darajada ekanligi. Ikkinchisi individual rivojlantirish rejasini tuzish. Har bir bolaning ehtiyojidan kelib chiqib alohida mashg'ulotlar rejasi tuziladi. Rejaga fonetik, leksik, grammatik, sintaktik mashqlar, shuningdek o'yinlar kiritiladi. Ota-onalar bilan hamkorlik shakllari belgilanadi. Mashg'ulotning shakllari belgilab olinadi, ya'ni individual mashg'ulotlar yoki frontal mashg'ulotlar va unda qanday metodlardan foydalanish kerakligi, ya'ni didaktik materiallardan qanday foydalaniladi, o'yin asosida olib boriladigan mashg'ulotlar barchasi belgilanadi. Korreksion ishning asosiy prinsiplari individuallik, ketma-ketlilik va tizimlilik, rag'batlantirish, ko'rgazmalilik va uyda davom ettirish kabilarni tashkil etadi. Korreksion ishda kimlar ishtirok etadi? Albatta logoped, defektolog, psixolog, tarbiyachi va ota-onalar hamkorlikda ish olib boradi. Xulosa qilib aytadigan bo'lsak, nutqi to'liq rivojlanmagan bolalar alohida yondashuvni talab qiladigan guruh hisoblanadi. Ular bilan ishlashda faqat logoped emas, balki psixolog, defektolog, tarbiyachi va ota-onalar hamkorlikda harakat qilishi zarur. Vaqtida ko'rsatilgan maxsus pedagogik yordam bola nutqining rivojlanishiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.